Amerika iqtisodiy zavolliqqa yuz tutdimi? Iqtisodshunoslar, tashvishga tushgan mablag' solg'uvchilar Amerikaning iqtisodiy chekinish xavfini mubolag'alashtiryapti deyishgan bo'lsa-mu, ammo dunyodagi eng chong iqtisodiy gavda bo'lmish Amerikaning iqtisodiy eshish sur'atining ostilishiga ergishib, nurg'un yillik shiddatlik eshish oyoqlashdi. 2 avgust boshlanib, shuningdan keyingi haftagacha davomlashgan yer shari miqyosidagi pay cheklarni to'kma qilib setish to'lqinini Amerika iqtisodining sog'lomlik ahvoliga bo'lgan andisha, jumladan mo'ljaldagidan tuvan saviyada bo'lgan ishga o'rinlashish ahvoli doklati keltirib chiqardi. Garchi mablag' solg'uvchilar iqtisodiy eshishning pasayayotganlik alomatlari kunsir kuchayotgan bo'lsa-mu, Amerika Markaziy bank sistemasi o'zining o'sim nisbatini 5,25% dan 5,5% gacha bo'lgan intayin yuqori saviyada muqim tutdi deb ayblagachga pay bahosi shiddatli tuvanlab ketdi. Ammo ko'pincha iqtisodshunoslar Amerikada ishsizlik nisbati ko'rinarli o'rlamasdan pul baholliq tuvanlab, Amerika Markaziy bank sistemasining 2%lik nishoni ishga eshib, Amerika atalmish yumshoq qo'nishni amalga oshira oladi deb qarashidi. Oqsaroyning sobiq iqtisodshunosi, Harvard universitetining professori Jeyson Forman mundaq dedi: ishsizlik nisbatini hisobga olmaganda haqiqiy iqtisodiy ko'rsatkichlarning hammasi degudak, hatto ba'zilari kuchli eshiyotidir. Amerika iqtisodining zavolliqqa yuz tutganligiga ishonganlarning hammasi insonlarning iqtisod haqida tushunchisini mubolag'alashtirayotgandir, dedi. 2 avgust e'lon qilingan ishga o'rinlashish ahvoli dokladida ko'rsatilishicha, ishsizlik nisbati uda 4 oy eshib, hozir 4,3% ga yetgan. Uningdan ilgari McDonald va Diageo qatorliq shirkatlar e'lon qilgan kasbiy natijalar to'liq nachar bo'lib, Amerika iste'molchilarining iste'mol kuchining ojizlashganligiga dalolat qilgan edi. Bu sonliq ma'lumot ba'zi tahlilchilarning Amerika dunyo iqtisodini egizpas qilayotgandek darajada iqtisodiy chekinish patqiqiga petib qilishi mumkin degan tashvishga sabab bo'lgan edi. Citi bankisining iqtisodshunosi Andrew Hollinhorst mundaq dedi: iqtisodiy chekinishdan ansirashga boshlash iqtisodning allaburun chekinishga boshlaganligidan derak berdi. Ilgirki iqtisodiy davriylikda ishsizlik oshgan hamon bu hamisha vaqtliq xodim qisqartishning mangulik xodim qisqartishga aylanganligidan derak berdi. Bu sonliq ma'lumot yana Federatsiya ochiq bozor komitetidagi Markaziy bank sistemasi xodimlari 9-oydagi kelar qitimliq yig'inda duch keladigan o'sim nisbatini tuvallatish besimini texmo kuchaytirdi. Halbuki o'sim nisbatini bekituvchilardan, ya'ni Markaziy bank sistemasidan hali ham sado yo'q. Markaziy bank sistemasi Chicago sho'basining raisi va Federatsiya ochiq bozor komitetining a'zosi Austin Goldsby 5 avgust pay cheki bozori Amerika Markaziy bank sistemasi qaraganda texmi turoqsiz deb chaqchaq qildi. Shundaqdimi bozorlar bu yil Amerikaning 4-5 qitim 0,25% dan o'sim tuvallatadiganligini mo'ljallamoqda. Holbuki oldingi haftadagi ishga o'rinlashish ahvoli sonliq ma'lumotlari e'lon qilinishidan ilgari bu mo'ljal 3 qitim edi. Peterson xalqaro iqtisod tadqiqot markazi aqllar ambirining mudiri Adam Posin mundaq dedi: agar siz Federatsiya ochiq bozor komitetining a'zosi bo'lsangiz, harakat qo'llanishning xavfi bilan harakat qo'llanmaslikning xavfi tubdan o'zgardi. Iqtisodshunoslar yaqinqi sonliq ma'lumotlarning qarshi fikrdagilar aytgandek uncha qo'rqinchli emasligini o'ttirg'a qo'yib, paketlarning Amerikadagi ishga o'rinlashish nisbatining 100% ga yaqin ekanligiga dalolat qilganligini ilgari surdi. Oqsaroy iqtisodiy maslahatchilar kengashining sobiq bosh iqtisodshunosi, Yali universitetining professori Ernie Tedeschi 7-oydagi dehqonchilikdan boshqa sohadagi ishga o'rinlashish sonliq ma'lumotlarini naql keltirib mundaq dedi: Amerika emgak kuchi ta'minotini saqlab qolish uchun 114 ming xizmat o'rniga muhtoj. Bu ojizlik doklati emas, balki yuzlanish doklatidir. Ammo siz to'liq ishga o'rinlashishni ro'yobga chiqarganda, ishga o'rinlashish nisbatiga aloqador sonliq ma'lumotlarning tuvallashdan boshqa ehtimolligi yo'q. Buningdan sirt, Amerika Markaziy banki sistemasining amaldorlari ishsizlik nisbatining tarixiy o'lchamga ko'ra yanada tuvan ekanligini ko'rsatdi. Markaziy bank sistemasi San Fransisko sho'basining raisi Mari Dali 5 avgust xizmat sonliq ma'lumotlaridagi nurg'un tafsilotlar iqtisodning ostilganligi, ammo shiddatli tuvallab ketmaydiganligiga qarata ozdir ko'pdir ishonch paydo qildi dedi. Goldsby mundaq dedi:
Gerçi dehqonchilikdan boshqa sohalardagi ishga o'rinlashganlarning soni mo'ljaldagidan tuvan bo'lsa-mu, ammo iqtisodda hali ham chekinish vaziyati ko'rilgani yo'q. Yana bir andisha shuki, agar Amerikada ishsizlik eshib, Xitoy virusi vabosi mazgilida to'plangan pul zapisi azaysa, Amerika iste'molchilari davomli eshishni ilgari suralamdi yo'q. Mashina qarzi va inovatlik kartalardagi qarzni kechiktirish nisbati bo'lib-mu tuvan kirimlik oilalarda oshdi. Vaholanki, Markaziy bank sistemasi New York sho'basining doklatiga ko'ra, qarzni kechiktirish nisbati texi 2008-yildagi pul muomala krizisi mazgilidagi saviyaga yetgani yo'q. Oxford iqtisodiy tadqiqot yurtining bosh Amerika iqtisodshunosi Ryan Sweet mundaq dedi: iste'molchilarning iste'mol saviyasi Amerika iqtisodining yo'nalishini belgilaydi. Umumiy jihatdan olganda, iste'molchilarning ahvoli xilli yaxshi, ammo ba'zi ojiz halqalarmi bor, bo'libmi tuvan va o'rta kirimlik oilalarda. Yana ba'zilar hammadan bak ta'sirga uchragani nomrod oilalar bo'lg'achqa, bu butkul Amerika iqtisodini egiz-bas qila olmasligi mumkin deb ko'rsatdi. Boston maslahatchilik guruhining yer shari bosh iqtisodshunosi Philip Carlson so'zlab mundaq dedi: eng ig'ir zarbaga uchraganlarning butkul iqtisodni patqoqqa paturg'idek iste'mol kuchi bormi? Javob undaq emas. Tahlilchilar monolarni bildirishdi. Walmart va Target qatorliq parcha setish magnatlarining e'tibor baholarimi setib oluvchilarning pul g'ajlashiga kafolatlik qilishi mumkin. Wells Fargo bankisining iqtisodshunosi Paul Christopher iste'molchilarning inovatlik kartasi iste'molchiga yetgan yoki yaqinlashgan taqdirdami, iste'molchilar yanada ozg'ina qo'shimcha setib olish kuchiga erishmoqda.